qanaqa isitish qozoni o'rnatilgani, nasoslar soni qanchalik qisqardi yoki ushbu obyektga isitish tizimlari uchun qancha pul sarflangani emas, balki ushbu obyektda o'rnatilgan qurilma qanchalik uy egasiga samara beryapti, o'zini funksiyasini to'liqligicha bajara olyaptimi yoki yo'qmi? Mana shu savollarga javob olish uchun ushbu obyektga keldik. Ushbu obyektdagi barcha isitish tizimlarini Dilshod aka boshchiliklardagi jamoalari birgalikda amalga oshirishgan va obyektda qilingan ishlar bo'yicha Dilshod akamdan hozir ma'lumot olishni boshlaymiz. Birinchi beradigan savolimiz Dilshod aka, ushbu obyektda umumiy maydoni qancha? Ushbu obyektning umumiy maydoni 110 kvadratdan iborat. Bu obyektimiz Qorasuvda joylashgan ko'p qavatli binolarning birinchi qavatida turibmiz. Dilshod aka, ko'ryapmiz, bu obyektda juda ham ko'plab ishlar bajarilgan. Endi savolimiz aynan sizlar tomoningizdan qanaqa yechimlar qilib berildi? Bu obyektimiz kvartira, uchastka emas ekan, to'g'ri. Uchastka emas. Podvoli yo'q. To'g'ri. Bu obyektda o'zingiz bilasiz. Har bir qarich hisob-kitobli bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holatda bizning katenligimizda ixcham ortiqcha joy egallamaydigan qilib, ana shunaqa qilib yig'dik. Hop, bu kvartiramiz ikkita sanuzel, bitta oshxona bo'lganligi uchun biz boiler ustanovka qildik. Boiler ustanovka qilganimiz sababi, agar biz duh konturni katel qo'yganimizda issiq suv yetmay qolish xavfi bor edi bu yerda. Shuning uchun biz yechim qildikki, andokonturni katel qo'yib turib, boiler ustanovka qildik bu yerda. Qo'shimchasiga bu xonadonda radiator bilan to'pli pol bo'lganligi uchun suvlarni xonadonlar teng taqsimlab olish uchun ixchamgina boosterdan foydalandik. Dilshod aka, hozir siz bu yerda booster o'rnatdingiz. Endi meni savol tug'ilyapti-da. Bu yerda boshqacha yechimlar qilish ham mumkin edi, to'g'rimi? Nega aynan booster o'rnatildi? Boshqacha sistema qilganimizda nasoslar, turuq hadovoylik qo'yilsa, yana joyiz ketaveradi. Uy egasiga joydan zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin edi. Общий oladigan bo'lsak, mana vaqtgacha 60 olyapmiz joy. Shkaf borsa ham yopilib ketadi. Qo'shimchasiga qarang, agar biz boiler bilan qo'shadigan bo'lsak, 1 metr joy egallayapmiz. Devordan 1 metr joy egallayapti. Shuning uchun shu yechimga keldik. Endi men sizga ichini ochib, bundan ham zo'r pluslarni aytib o'taman. Bu boosterimizning afzalliklari: gidrostrelka, chistotni ikkita nasos, turuq hadovoy, 4 ekranni bir joyga ixchamlab booster ichiga tiqib yuborilgan. Endi qarang, mana shu kichkinagina ixchamgina boosterimiz tizimga qanchalik samara beryapti? Xo'p, bu boosterimiz 40 kilovat issiqlikni bittada balans qilib tarqatib beryapti. Obyektga. Qo'shimchasiga boshqa obyektlarga ham ustanovka qilganman. 2 talik, 3 talikga ustanovka qilingan. O'zini ishini zo'r bajarayotganligi uchun, masalan, bu obyektga ham uy egasiga tavsiya qilib, mana yana o'rnatdik. O'zini ishini zo'r bajaradi. Yevropa mahsuloti bo'lgani uchun. Dilshod aka, shu vaqtgacha mana ko'p obyektlarda o'rnatildi. Bittasida bo'lsa ham, masalan, uy egalari tomonidan e'tirozlar yoki shu vaqtgacha qanaqadir e'tirozlar bo'lib turadimi yoki yo'qmi? E'tirozlar bo'lmadi. Savol bo'ldi. Qanaqa ishlaydi deb. Keyin biz ustanovka qilib ishlab bergandan keyin o'zini ishini zo'r ishlayotganligi uchun savolga javob topilgani uchun uy egalari ham mamnun bo'lib, hozir katenlikda ham yaxshi ishlashyapti. Yana bir afzalliklarni aytib o'tish kerak. Izolyatsiyasi qalin, baquvvat, mustahkam. Keyin mana gidrostrelkalarini, umumiy pateralarini oldini oladi. Yaxshi izolyatsiya qilib beradi ichidagi qurilmalarni. Ushbu obyektimizda obyekt egalari uchun qanaqa yechimlar qilib berilganini va u qanchalik samara berayotganini o'zingizlar ko'rib guvohi bo'ldinglar. Agarda sizlarni obyektinglarda ham xuddi shunaqa chiroyli yechimlar qilinishini xohlayotgan bo'lsanglar, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zingizlarda yana qo'shimcha savol va fikrlar bo'ladigan bo'lsa, izohda yozib qoldiringlar. Videoni esa yaqin tanishlarga yuborib qo'yinglar, ularga ham foydasi tegadi.